Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Kanalimiz yangi ochganimiz tezda rivojlanyapti. Men bundan xursandman. Yangi kanal. Hali aytganimdek, mana o'zim uchun kommunal sohalarni yozib qo'yaman. Yozib o'zim uchun fayl papka qilib qo'yaman deb listlar olib keldim, degdim. Mana endi fayl papka ham olib keldim. Shu fayl papkani listlarni solib qo'ydim mana. Listlarni soldim. Endi o'zim uchun buni to'plab ma'lumotlarni hammasini o'zimga kerak bo'ladigan shaxsiy har sohadagi shu kommunal sohadagi ma'lumotlarimni o'zimnikini shaxsiy mana to'plab o'zimnikini shaxsiy mana masalan haligi listlar fayl papkada endi shuni o'zim yig'ib boraman, chunki kerakli paytda shu ma'lumotlarni istaganda topilmay qoladi, chunki kommunal sohalarga har kuni ishimiz tushadi, baribir to'lovlar qilamiz, boshqalar qilamiz. Shunda o'zim haqida ma'lumotlarni yozib joylab qo'ysam, mana shu fayl papkada tursa, kerak paytda undan nusxa olib, ko'chirib ishlatamiz. O'zimizni shaxsiy hujjatimiz, o'zimiz shaxsiy ma'lumotim yo'lida, masalan, kerak bo'lganda ishlataman. Shuning uchun ham bu fayl papkani mana chiroyli qilib haligi listni ichiga soldim. Listlarni fayl papka. Shu endi yangi kanalimiz yaxshi rivojlanib olsa, shu o'zim haqimdagi kommunal sohadagi ma'lumotlarimni shu fayl papkaga yozib joylab qo'ygandan keyin u jarayonlarni ham sekin ko'rsatishga harakat qilamiz. Chunki o'zim shaxsiy kommunal ma'lumotlarimni bilib, uni to'plab, yig'ib yursam o'zim uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. Chunki hozir barcha ma'lumotlar ijtimoiy tarmoqlar orqali ham juda ko'p ma'lumotlar berib borilyapti kommunal sohasidagi. Shu sohalardan ham o'zimga tegishli va o'zimni shaxsiy kommunal ma'lumotlarimga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni yig'ib bir joyga papka qilib, mana shu fayl papkaga joylab qo'yaman degan niyatim bor. Men bundan xursandman. Endi buni ham borib olib keldik. Endi borib olib kelgan jarayonlarda aytganimdek avtorskiy prava tushib qolmasin deb hali olganimiz yo'q. Keyin barcha shu ma'lumotlarni o'zim shaxsiy shu videolarimni yuklab borishga harakat qilaman. Barcha kuzatuvchilarga rahmat oldindan katta.